Ey, eshitishimcha xotiningni tashlab qo'yibsan. Endi taloq qilmoqchi ekansan. Odamlar u haqida yaxshi, xulqi go'zal, Allohdan qo'rqadi deyishyapti. U senga itoatsizlik qildimi? Yo biror aybi bormiki uni taloq qilmoqchisan? Alloh haqqi. Yo'q, faqat rostini aytaman. U xuddi siz ta'riflaganingizdek Amiril Mo'minin, lekin men uni sevmayman. Nahot hamma oila sevgiga asoslanadi deb o'ylasang, lekin oqibat qayerda qoladi? Unga uylanayotganingda birov seni majbur qilgan edimi? Quloq sol. Ayollarga uylanayotganingizda ularga va'dalar berasizlar. Keyin ayol kishi homilador bo'lib qiynalib yuradi. Keyin farzand ko'rib bolaga qaraydi, yediradi, ichiradi, kasal bo'lsa g'amxo'rlik qiladi. Buning uchun sog'lig'ini, yoshligini sarflaydi. Keyin ayolning yoshi katta bo'lgach, eri undan yuz o'girishi